Yukarı listемizden tamamı vatandaş bugün çizsağ 2021 birinci ayının 11. günü. Devamı mındak. İlan kılındı, haber mındak başlandı. Washington haftanın 3. günü Devlet Meclisi binası Elaka vakadan keyin Amerika'nın dostları ve düşmanları Amerika'nın kelar kademiga dikkat kılmakta. Prezident Trump'ni amaldan elib tashlash yoki yana bir qatim amaldan qoldirish tartiblarini o'rinlashtirish mumkinmi? Hozirdan boshlab yangi prezident qasam bergicha Amerikada yana zo'ravonlik harakatlari yuz berishi mumkinmi? Prezident Trump'ning siyosiy hayoti allaqachon oxirlashdimi? Savol. Joe Biden'ning jarohatlarni saqaytish, bölünüp ketken Amerika'nı ittifaqlashtirish iqtidori bormi yo'q? Amerika Qo'shma Shtatlarning xalqaro jamiyatdagi inovati va obrazi mushu voqea tufayli ta'sirga uchrashi mumkinmi? Prezident Trumpning amaliy amaldan qoldirilamdi. Mavzumiz shular. Kirishsiz shular. Chorshanba kuni yuz bergan voqeadan keyin, ya'ni voqeadan keyin Amerika'da Devlet Meclisi Demokratlar Partisi mensubu Senator Chuck Schumer ve Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi ile haftanın 4. günü, yani 1. ayının 7. günü Prezident Trump'ni derhal ameleden, yani prezidentlik ameleden elip taşlaşını çağırık kıldı. Amerika Devlet Meclisi'nin 200'den artık Avam Palata ve Kengash Palata azaları Prezident Trump'ni prezidentlik ameleden elib etishni qo'lladı. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika Avam Palatasi Adliya ishlari komiteti Demokratlar Partisi mensuplari muavin prezident Pence'ga xat yozib, uning harakat qo'llanib Prezident Trump'ning amalini elib etishga yetakchilik qildi. Prezident Trump zo'ravonlikqa quturatdi hamda bizning demokratiyamizga buzg'unchilik qildi dedi. Ular muavin prezident Pence'ning 25 modda tuzatish loyihasi asosi qonundagi bo'yicha prezidentni amalidan qoldirishni, agar undaq bo'lmaydi ekan, bu prezident Trump'ning amalini elib tashlashni ikkinchi qatimliq tartibini boshlaymiz deyishdi. Xabardagi asoslanganda muavin prezident Mike Pence Prezident Trump'ning amalini elib etish degan taklifni rad qildi. Shuning bilan birga Reuters agentligi 1. ayning 8. kuni xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib bunday ko'rsatdi. Avam Palatasi Demokratlar Partisi mensuplari haftaning 1. kuni normal bo'lmagan harakatlarni ayblashni o'ttirg'i qo'yib, bu belki Prezident Trump'ning amalini elib tashlashda ikkinchi qatimliq tartib bo'lishi mumkin. Agar g'alaba qildigan bo'lsa, Prezident Trump Amerika tarixida ikki qatim amalidan qoldirish uchun tartib bo'yicha ishlangan prezident bo'lib qoladi. Birinchi qatim Nancy Pelosi xonim amaldan qoldiramiz dedi-ku bir vaqt esingizda. Endi mana ikkinchi qatim shunday demoqchi. Haftaning 3. kuni elib berilgan Amerikani qutuldirish namoyishida 1. ayning 6. kuni Washingtonda elib berilgan namoyishning mavzusi Amerikani qutuldirish. Namoyishida Prezident Trump o'zining qo'llovchilarini Davlat Meclisiga berib norozilik bildirishga ilhomlantirgan. Mushu gapni muxbir o'ylab qo'ydimi, mush jumlani o'ylamayla qo'yib qo'ydimi? Amerika ovozining muxbiri Xitoy muxbiriga mushu jumlani o'ylab turib qo'ydimi, o'ylabmayla qo'ydimi, men bilmay qoldim vatandosh. Namoyishchilarni kongressga borib ilhomlantirgan. Bir davlatning prezidenti ochiq oshkora turib o'rindan namoyishchilarni zo'ravonlik qiladigan ish bormi dunyoda vatandosh? Bu taqa Amerika vatandoshlar unutib qolmayli. Nurg'un kishilar, jumladan Prezident Trump'ning do'stlari masalan Janubiy Karolina'dan kelgan senator Gary ham
Heptinin 3. gündeki vaka Prezident Trump'a münasibetsiz emas dedi. Bu başka gap. Münasibetsiz emas degendeki bu başka gap. Lekin tahlilchilar mundaq deyishdi. Prezident Trump'ni prezidentlik amalidan edib tashlash mumkin emas. Avam Palatası Cumhuriyetçiler Partisi mensubi Kevin McCarthy haftanın 5. günü yani 1. ayının 8. günü bayanat e'lon qilib mundaq dedi. Hazır prezidentlik amalidan elib tashlashni tartibga qo'yish bu davlatni texmi qattiq parchalanishga yuzlandirdi dedi. Hoş vaqt bulurlar vatandaşlar.